Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iradə bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq. Muntazam mağrib tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərdə qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturumuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'i iradə bağlab, min qeytimlab məğlubiyyət aldıda, qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinçiliklarını yengib, elektr çıraq, patifon, kino və akkumulyator qatarlıq 2000 xilchi ilmiy kəşfiyyatını qandaq qılıb vücudğa keltirib, kishilarning hurmati və muhabbatiga sazovər bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anlashni qo'ldan bermaysizlar. Bir 1881 yılı 2. ayda Edisonның ailesi dadisi bilan billa New York'a köçüp gelip 5. koçidagi bir bina qurulashdi. Bu bina hem egiz hem cho'ng bo'lib, astı üstü 4 qavat edi. Cho'ng kichik uylar bir muncha edi. Anasining aytishicha, dadisi bu binani nurg'un pulga setib olgan. Shunga darvozaning beshidagi taxtaga dadisining ismi yozilgan edi. Kechda hamma uylarda lampochkalar yo'q-yo'riq yenib, nihoyat hashamatli ko'rinadi. İşçi tağlar nihoyat g'ayrat bilan ishlaydi. Anisi yangi ish qilmoqchi bo'lsa, chiroq yeniga kelish hojatsiz edi. Yangi joy hamma tarafdan yaxshi bo'lsa-mu, lekin yozda Monroe bog'chisidek salqin emas edi. Shunga har yili yozliq ta'tilda anisi 3 bolani elib Monroe'dagi Idirliqqa keladi. Xuddi dars jadvalida o'rinlashtirilgandek har yili dal vaqtida keladi. Bu navbatdagisi 4-qitimliq edi. Ilgari yezida turganda yezining yaxshiligi sezilmagan. Mana endi New Yorkda uzun turib qelib, Monroe bog'chisiga aran kelganida osmon, tog', dala, o'rmonliqlarning hammasi shundoq yangi va yiqimliq sezildiki, zodi qarab tuyishmadi. O'tgan yillarda dam olg'ili kelganda onasi ularni sayli qildiratdi. Chiroyli gul chechaklarni kitoblarining orasiga selib qo'yatdi. Bu gul chechaklar besilib, yapılaq bo'lib qolganda, ular buni xat kuch qilib, nihoyat xo'shal bo'lib ketadi. Lekin bu yil boshqacha bo'ldi. Onasi kelib bir necha kun o'tmayla kezik bo'lib qoldi-da, yumloq yuzlari xuddi ikki parcha go'shtni shilib elib birda lo'l turishib ketdi. Ko'zoynakli qiyr doktor kunda keladi. Soqollarini lapang'ishtib, onasining tumburini tutatdi. Badan temperaturasini o'lchaydi. Ochiq dorilarni hech kuzatdi. Yana balalarning o'llik gap qilishiga yo'l qo'ymaydi. Kim g'alva qilsa uningga oliyatdi. Boshda onasi ularga bir oz shamoldab qoldim. Azroq dori isam saqiyib qolaman. Dadanglarning New Yorkdagi xizmati nihoyat aldirash, uningga demanglar, ko'ngli parakanda bo'ladi deb topilgan edi. Kasalning bundoq tez o'zgarishini kim bilsin? Temperatura kundan kunga o'rlab, lavlari gazlashib, kun bo'yi hushsiz yotadi. Nimalarni dur pichirlaydi. Darmonsiz holda dadisining etini chaqiradi. Oxiri qiyr doktor dadisini tez keling deb New Yorkka xat avatdi. Xat tegishi bilan Edison darhol yetib kelib, Marining yenidan neri ketmadi. O'zi lo'ngini hul qilib peshonasiga qo'yatdi. Tartib beshini chayqaydi. Mashinadan chatoq chiqsa, Edison amal qiladi. Marining kesilga amal qilolmadi. Ba'zi chaqlarda u o'rnidan dasturib, mushtumlarini turib, putlarini kerib qattiq silkanganda butun muskullari g'aras-qurus qilib ketadi-da, mushuncha kuchning qarg'i kelmaganligidan g'azablanadi. 11 yoshli Doti uchun 1884-yili 8-oyning 9-kuni hayotida unutilmas kun bo'ldi. Shu kuni u saharda tatliq uyqudan birdila uyg'onib ketdi. Ko'zini echib edi, dadisi uning murisiga nuqulab, "Doti, o'rningdan turg'in. Bechora onang bizdan mangulik ayrilib ketdi", dedi-da,
qo'llar bilan yuzini to'sib, hurkirab yig'lavatdi. Ko'zlaridan chiqqan yosh barmoqlarining orasidan eqib, qo'llarini, kiyimlarini ho'l qilavatdi. Bu chaqda Dashi bilan William uyg'ondi. Ochi ini uchaylan dadisining tizlariga, bo'yinlariga esildi. To'taylan bir hazog'ichi qattiq yig'lashdi. Mari nevariklik bo'lg'achqa, kipallab bo'lgandan keyin uning tavudini poyizga selib, 3 balını elib Nevarikqa keldi va bu yerdagi bir idirliqqa dafn qildi. Shundan keyin dada borgan siri kam so'z bo'lib ketdi. Uning kulganini ko'rishmi ta'sidi. Balalarini chaqirganda doim bechora degan so'zni qo'shib, bechora Duti, bechora Dashi, bechora William deb chaqirdi. Rost emasmi? Onasi yo'q balalarini kim u bechora demasin. Lekin tuqqan qo'shni qulumlar o'zaro Moshundaq yaxshi dada bo'lsa, nima degan baxtlik deyishadi. Xizmatining shuncha aldirash, ko'nglining shuncha beyoramligiga qaramay, u yanada bolalariga ko'ynatdi. Bolalariga qaraydi, bolalarni tarbiyalaydi. Demak, uning zimmasiga ham dadiliq, ham onalik qo'sh mas'uliyat ortildi. Bolalarning nazarida onasining yo'qligi dadasi uchun nihoyat uvalliq edi. Burun onasi hayot vaqtida u bolalarning dadisining g'amini yeydi. Uni yaxshi ko'radi. Uni yaxshi kutadi. Dadisi tajribaxonada kashfiyot bilan shug'ullanib, yarim kechada qaytib uyga kirganida issiq bulka, issiq qahva tayyor qiladi. Har bir faslda shu faslga loyiq kiyimlar taqdiratdi. Paloni kiyimimni kiyaman deyish hojatsiz edi. So'g'uq tushishi bilan qalin palto taqdiratdi. Havo isig'anda dazmollangan pokiza ko'ynaklar tayyorlatdi. Kunda birini almashtirib yetdi. Mana endi o'zini o'zi boshqurganning ustiga, ya'ni bolalarga qarashga to'g'ri keladi. Kichik William g'araz uqmaydi. Shunga ba'zida onam qini deb yig'lab, dadasining yuragini ezatdi. Edison oxiri ikki kichikini ularning cho'nisining uyiga olib yetib, Tutini yenida elib qolgandan keyinla bir oz aram topdi. Mushundaq turmush uni yarim umr azoblab 1886-yili 2-oyning 24-kuni Mina bilan to'y qilgandan keyinla qaytadan illiq oilaga erishdi. Yangi selingan bu uymo yana bog'cha ichida edi. Albatta, Monro bog'chasi emas, Levelin bog'chasi edi. Bu bog'cha Nevarikning g'arbiy shimolidagi Sevilonkada bo'lib, Nyu-Yorkqa yiroq emas edi. Poyezd bilan 1 soatga qilmay borg'ili bo'ladi. O'rni Monro bog'chasidan nihoyat cho'ng bo'lib, uylari Monro bog'chasidagidan ham keng, ham chiroyli edi. Uyning ustida 3 burjaklik munorlar ko'p edi. Atrofi peshoyvonliq. Derizlarga har xil rangli aynaklar seling'achqa, kun nurida uyning ichi xuddi osmondagi shafaqdek rang-rang yaltirab nihoyat chiroyli ko'rinadi. Bir kuni Bechli Dotidan so'radi. Doti, dadang bu yerga nima uchun ko'chib keldi? deb baqina. Doti o'ng bigiz qo'lini yuziga sanjib turib, ko'z qarchuqlarini pildirlatib, bir pas o'ylanib, "Meni opamni olganlik uchun ko'chib keldi", dedi. "Yerminili topalidim, lekin muhim tarafini aytolmadim", dedi Bechli kulib. Doti xeli uzun o'ylandi-yu, lekin topolmay, "Muhim tarafi qaysi?" deb so'radi. "Muhim tarafi-chi, qara. Dadang shu yerga ko'lma favqulodda cho'ng bir tajribaxona salmoqchi", dedi Bechli yarim kilometr yiroqlikdagi keng yerni ko'rsatib. Degandek, bir necha oy o'tmayla ilq yer qizib ketdi. U yerda odam harvular mig'ildaydi. Necha kun ichida yog'och, tosh, kichik-kichik tog'lardek do'linib ketdi. Aslida Bechlining qurilish bosh qo'mondoni ekanligini Doti endi tushundi. Dadasi dastlabda bu tajribaxonani loyihalagandimi, uni maslahatchi qilgan edi. Dastlabda maslahatchi, keyin bosh qo'mondon bo'lgandan keyin hamma ishdan xabardor bo'ldi-da. Bu chaqda Edison Nevarikdagi zavodda bir xil yangi materialni sinab qilayotgachqa, uyga nihoyat oz keladi. Kelsimi bir yutum suvni ichmasdan qurilish tarafga chapatdi. Mina qancha qilibmi to'sib qola olmaydi. Mina bir qitim ming bir taslikda uni to'sib elib, so'rginicha o'rindiqda o'ltirg'izdi-da, uni kichkina dam elib elib, bir stakan sut ichib o'tib menishni aytdi. Edison ma'qul dedi. Lekin Mina oshxonaga kirib sutni isitib chiqqcha, Edison chiqib ketdi. Yangi tajribaxonaning qurilishi haqiqatan shunchalik cho'ng ediki, 1 yildan ko'proq vaqt
ya'ni 1888-yilning 5-ida aram bitdi. Ba'zilarning aytishicha, bu tajribaxonaning ko'lami dunyoda xeli cho'ng, uskunalari xeli to'liq bo'lgan shaxsiy tajribaxona edi. Bu qilchi po atqanlik emas. Doirasi 2 ingliz tilisi keladigan baqqa 5 korpus yangi bino selindi. O'ttirdagi bino nihoyat cho'ng bo'lib, uzunligi 250 inglizcha keladi. Egizligi 3 qavat edi. Faqat yo'lning o'zi 6000 kub inglizcha keladi. Mashina zavodi, fotosurat bo'limi, ishxona, chertiyosh ishxonasi, nozuk asboblar ishxonasi, kartina bo'limi, yalbombu bo'limi, qiroatxona, elektr asboblarini sinoq qilish ishxonasi degandek nurg'un ishxonalar bo'lib, ba'zisining ismi Xalit edi. Doti ko'rgan bilanmi esiga ololmaydi. Monro bog'chisidagi chaqda tajribaxona asosan binoning ustidagi uzunchoq uyda edi. Dadisi xizmat ahvolini bilmoqchi bo'lsa, o'ttirig'i kelib bir pas tursila hech qanday ish ko'zdan qochib qutulolmaydi. Kimning nima ish qilayotganligini ochiq ko'ra oladi. Amdilikda ishxonalar bundoq nurg'un, o'rinlar tarqoq bo'lg'achqa, koni usul ahmaydi. Shunga har kuni atiganligi har qaysi ishxonalar mas'ullari uning doklad qilishni belgiladi. Dokladdan keyin har vaqt chiqib, har qaysi ishxonalarga bir-birlab kirib, o'z bevosita qarab chiqadi. Uning asosiy diqqati har xil muhim tajribaga markazlashgan edi. Ximiyalik taloliq lampochka qismi shu chog'da sinoq qilinib, muvaffaqiyatli bo'lib chiqqan. Patifonmo shu chog'da nihoyat zo'r darajada yaxshilangan. Yana bir xil tajribani nihoyat ching tutgan ham buningga Dekson tag'a mas'ul qilib bekitilgan. Doti hayron bo'lib, nima ijod qilayotganligini bilish uchun necha qitim so'ragan bo'lsin. Dekson tag'a kulib turib, bu bir sir, tex oshkorlaydigan vaqti kelmadi deb qo'yadi. Ikkinchi kuzda Fransiyaning Parijda xalqaro ko'rgazma ochilib, Edison taklif qilindi. U haqiqatan isil odam edi. Xo'shallikni o'zini ko'rishni xohlamay, ayolini hamroh qilib oldi. Yana cho'ng qizini meylib oldi. Bu qitim Dotining nazar doirasi xeli ochildi. Nurg'un joylarni sayli qilib, bir muncha yangi odam, yangi ishlarni ko'rdi. Hammadan xo'shal bo'lgani shu bo'ldiki, u o'zining naqadar iftixorlanishga tegishli dadisi borligini yana tushundi. Ko'rgazma ochilgan kuni Fransiya Zonton Kano ochilish nutqi so'zladi. Munbarga boshqa narsa qo'yilmay, 2 patifon qo'yilib, uning so'zi patifonga aylandi. Söz elinib bo'lgandan keyin birini Fransiyaning o'ziga qoldirib, yana birini uning ijodchisi bo'lgan Edison orqali Amerika Zontonga xotiri uchun sovg'a qilindi. Ko'rgazmaxonada Edison ko'rgazma zali Amerika bo'limining 3dan 1 qismini, ya'ni bir modun cho'ngroq yerni egallab, uningga Edisonning xilma-xil kashfiyotlari tizildi. Nurg'un patifonlar birli vaqtda har xil tillarda ekskursiyachilardan hardiq so'raydi. Ularga har qaysi davlatlarning atoqliq xalq naqshlarini aytib beradi. Egizligi 40 inglizchasi, ostining kengligi 20 kub inglizchasi keladigan lampochka modeli xuddi mash'al ko'tarib turgan gigant odamga o'xshash ko'rgazma zalining eshik oldida tik turadi. Gigant odamning beshidagi bir to'p oliyeshil rangli lampochkalarda Dotining dadisining ismi Edison degan xat chiqadi. Gigant odamning so'l tarafiga Amerika davlat bayrog'i, o'ng tarafiga Fransiya davlat bayrog'i qadilib, qizil, ko'k, oq 3 xil rangdagi ushshaq lampochkalar bilan zinnatlangan edi. Hashamati shunchalik zo'r ediki, ekskursiyachilar xuddi saldak eqib kirishadi. Shapkillarining, batinkillarining tushib kelishiga qaramaydi. Fransiyada Edison 10 minglagan odamning diqqati markazlashgan odam bo'lib qoldi. Qayerga borsa, bir to'p odam orig'i elib elib, Amerikalik ulug' kashfiyotchining jamolini ko'rib olayli deyishib qarashatdi, tantani qilishadi. Uni zodili mang'ili qo'ymaydi. Fransiyalik mashhur arboblar texmi odamga ich og'ritishmaydi. Edisonning qo'rsqig'i patamdo, patmamdo demay, kechki ziyofatga chillishadi. Amdala ma'lum bir ilmiy tashkilotning ziyofatidan yenib turishiga, darhol shaharlik ma'muriyat zaliga ziyofatga taklif qilindi. Zonton balkim hiliq ko'rgazma ochilgan kuni uning bilan so'zlashib qanmagan bo'lsa kerak. Qaytadan yana bir kunni tanlab, Zonton mahkamasida uni dag'dug'i bilan yana bir qitim rasmiy qabul qildi. Qabul qilib bo'lib, yana ziyofat qildi. Ondan uningga cho'ng bir medal taqab qo'ydi. Uni
Fransiya faxriy o'mikining boshlig'i deb atadi. Ular balkim Dotining dadisining bundaq ishni yaxshi ko'rmaydiganligini bilimiz kerak. Zongto mahkamasining darvozasidan chiqmayla Edison hiliqi cho'ng medalni elivatdi. Dotining dadisining yana cho'ng so'rinlarda so'zlashni yoqtirmaydigan mijazi borligini u yerdagilar faraz qilolmagan bo'lsa kerak. Bo'lmasa, nima uchun yana hadab so'zga taklif qilishdi-ki? Mundaq ahvolda haqiqatan nihoyat tas bo'ladi. Dotimi tarlab ketdi. Bir tarafdan Edisonni yolg'ondan tuzut qilyotidi deyishib, hadab taklif qilishiveradi. Yana bir tarafdan bu odam rost yuvosh bo'lg'achqa hadab yo'q deb peshini chayqaydi. Bir necha qitim uningga hamroh bo'lgan Amerika konsuli uning uchun bir necha ig'iz so'z qilib qo'ydi. Bo'lmasa, Edison so'zlamay munbardan tushilmagan bo'ladi. Rostini aytganda, Edison cho'ng so'rinlardan boshqa yerdimi nihoyat kam so'zi. Parijda turgan 10 kun ichida har kuni odamlar to'pi ichida yurgandimi, kim bir ig'iz gapni so'rasa, shuning o'ziga javob beradi. Zodi o'zligidan gap qilmaydi. Faqat Pasteur institutini ekskursiya qilgan chig'ida ahvol boshqacha bo'ldi. Pasteur Fransiyaning atoqli olimi bo'lib, maxsus bakteriyani tadqiq qiladi. Tibbiy fan, yezi egilik ilmi, aroq chiqarish jihatlarida nihoyat zo'r to'hfa yaratgan. Edison uni ko'rish bilan xuddi patifon yig'nisini plastinka ustiga qo'yganda, darhol gap qilib kulki chiqqandek, Edisonning tili ravallashib, o'zimi ruhlanib ketdi. Ikkilan xeyli uzun paranglashgandan keyin andin Pasteur yetishtirgan chechakning oldini olish okulini ekskursiya qildi va uni kishilarga qanday urdiganligini ko'rdi. U ko'rib yetib Dotiga, "Obdan ko'rib ol. Bu kashfiyot haqiqatan qaltis. U nurg'unlagan odamning hayotini qutqizmoqda" deb pichirladi. Parijdan qaytgandan keyin Dotining dadisi ularni Germaniyaning Berlinga, Angliyaning Londonga borib sayohat qildirdi. Bu ikki joyda ko'rgazma echilmagan bo'lsa-mu, lekin Parijdagidek qizg'in qarshi olindi. Buning sababini bilmagan Doti ko'zlarini chimildirdi. "Meni opa, dadamni nimishqa hamma yerda mushuncha vala yaxshi qarshi oladi?" deb so'radi. Mina qo'shliqda hayajonlanib, "Qizim, bir odam ko'pchilik uchun to'hfa yaratgan ekan, u qayerga borsa qarshi olinadi" dedi. Londondan Solungiga qaytqicha 10 ayning boshlari bo'lib qolgan edi. Doti yo'l bo'yi paraxotda o'ltirib, xotirjam bir kun uxlay olmadim. Uyga qaytgandan keyin huzurlanib 2 kun uxlab olmasam deb o'ylaydi. Kim bilsin, Payton Levelin bog'chisiga kelish bilanla dadisi harokashni to'xtatib, harvidan sakrab tushib, usti beshidagi to'pchonlarni qiqib, Minaga "Ketaveringlar, men tajribaxonaga bir qarab boqay" dedi. Nemishqi shuncha aldiraydi ekan. Doti darhol Dikson tog'ining hiliqi sir degan so'zini esiga oldida darhol "Mina opa, men bu dadam bilan tajribaxonaga borman" deb Paytondan tushib, g'ippida dadisining kayindan ketdi. Dikson tog'a Edisonga hamroh bo'lib, cho'ng bir zalga keldi va xir-xir kulib bir o'rindiqni o'ttirg'i qo'yib, uni o'ltirishga taklif qildi. Ondan berib derizlarni yepib, qor pardini tortib kichikkinimi yo'riq tushmaydigan qilib qo'ydi. Doti qorong'ulikda 2 qadam nerdagi narsani ko'rolmay hayron bo'ldi. Shamol kirmasin desa, derizini yepib qo'ysili bo'lmadimi? Pardini tortib qo'yg'ini nemisi? Uning ustiga obdanroq raxt tepilmagandek qop-qora narsani parda qilibdi. Shu o'ylarda bo'lib atganda, birdilla orqadan taras qilgan ovoz bilan tang qordek oppoq nur uning bosh ustidan o'qdek uchib o'tdi-da, uduldagi tomda 4 burjakli ekran paydo bo'ldi. U shundoq yo'ruq va oq ediki, xuddi kichik osmonga esib qo'ygan burjaklik oyga o'xshaydi. Ko'zni yumib ochqucha, cho'ng oyda osmon zamin, tog' o'rmonlar va tajribaxonaning 3 qavat binosi paydo bo'ldi. Orqadilla ekranda bir odam tajribaxonadan chiqdi. U mangansir yaqinlashdi va cho'ng'aydi. U Dotiga to'nishda qiladi. Doti zangselib qarab edi, u dal Dikson tog'ining o'zi bo'lib chiqdi. Dikson tog'a oldiga kelib, shilapsini qo'liga elib ta'zim qildi va kulib turib, "Salom Edison afandim. Sizning qaytib kelganligingizga intayin xo'shalman. Kino to'g'risida butunlay sizning topshiriqingiz bo'yicha ishlagan bo'lsaqmi,
yaxshi bo'lgan bo'lmaganligini bilmadik. Shunga alohida bu parchani qo'ydik. Ko'zdan kechirib, tuzitish berishingizni so'raymiz, dedi. Shu kuni kechda Edison alohida xushal edi. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin o'rinda o'ltira olmay, tamakini qattiq sho'rab, yaxshi ko'rdigan naqsini g'ingshib aytqanicha uyda uyandim bu yonga mang'atdi. Mena sopada o'ltirib, uning harmay yana mengib yurganligini ko'rib, muloyimlik bilan birdam dam elib, paraxotda chayqalganingizmi yeta? Menaning yo'l bo'yi paraxotda beshi qiyib, uyga kelgandan keyin yotqanga yo'ginib xili ko'p uxlab olgan bo'lsa-mu, hozirgacha beshi qiyib turadi. Edison uning gapiga quloq solmay, hadab o'zining Marining bor bir paxlini degan naqsini aytib-berdi. Ya'ni xuddi dengizda chayqalayotgandek, beshini va badanini naqshining ritmiga keltirib, qasdan harakatlantirib qo'ydi. Mena o'zini tutolmasdan kulib ketib, "Xo'sh bo'p ketganingizni qarang. Desam demisam, boya tajribaxonaga berib, ko'ngillik bir ishga uchirdingiz-ku deyman", dedi. "Ha, dadam uchirgan ko'ngillik ishni men bilaman", dedi Doti dikillab yugurib kirib. Mena opasining qishig'i keldi va o'ng tizini sopaga qo'yib kulib turib, opasining quliqiga heliq ko'rgan kinoni bir qo'ri suratlab berdi. Ham qo'llarini pulangshitib, "Men tushuntirib bermayman. Ish qilib, butunlay rasnasiga o'xshaydi." Mena buni anglab ko'zlarini xumarlashtirib, "Ras shundoq yaxshimi? Dadang shunga harg'inini sezmabdi-kanda." Kino gapini Mena Edisondan anglagan, lekin bundaq tez qo'ydiganligini xiyoliga keltirmagan edi. Doti sirni pash qilib qo'yishning yaxshi emasligini o'ylab, opasining bo'yniga esilib, uning quliqiga, "Men sizga aytdim, hargiz boshqalarga aytmang. Dekson tag'am bu bir sir, tek oshkorlaydigan vaqt emas deb topilgan", dedi. Menaning ko'zlaridan xushallik nurlari chaqnab ketdi. U beshini langshitib, "Demayman", dedi ham kulib turib, "Doti, sen aylanma suratlarni ko'rgan-ku?" deb so'radi. "Ko'rgan, dadam menga birini elib bergan. Qandoq deysiz?" "O kinoning bo'si. Kino ashu aylanma suratlardan kelgan." Doti tushunolmadi. Aylanma surat yumaloq temir pozi ustida bo'ladi. Odamlar quchar qushlarning chepishib yurgan rasmlari qator sizilib, pozining ostida o'rlashtirilgan edi. O'ynag'uchi pozini bir cho'rgilashsa, hiliq rasmlar o'zligidan qo'shilib, sizilgan jonivorlar qarmoqqa haqiqatan chepishib yurganda kishini hayron qoldiradi. Lekin uni kino bilan selishtirganda, u kinoning bir partisiga tankilanmaydigan tursa, uni yana nemishqi kinoning bo'g'si deydigandir. Dal shu chaqda Edison Dotining yeniga keldi. Doti "Anam aldab qo'ydimikin" deb dadisini guvohchi qilmoqchi bo'lib, dadisining qo'lidan tutib so'rdi. "Dada, daqiqa, aylanib surat rostdan kinoning bo'g'simi?" Qizining ushtum tut so'rishi Edisonni sal o'ylanishga soldi. Lekin orqadali kulib ketib, "To'g'ri, balam, to'g'ri. Birsi yiltiz, birsi shoh. Sen shexini so'ragan eding, apang sana yiltizini so'zlab berdi", dedi-da, ruhli holda yugurib berib chiroqni o'chirib, qorong'uda turib, "Doti, mening qo'limdagi tamakiga diqqat qil", dedi. Doti ovoz chiqqan tarafga qarab edi, oldidagi qorong'ulikdan faqat bir tal o'tning yo'riqidan boshqa na tamakini, na dadisining qarisini ko'ra olmadi. Dal shu paytda heliq o't yo'riqi ushtum tut aylang'ila boshladi. Bargan siri tez aylanib, oxiri ham qizil, ham yo'riq cho'ng chambarak hosil qildi. Bu chambarak birdan u yonda, birdan bu yonda aylanib nihoyatda chiroyli ko'rdi. "Ko'rdingmi?" dedi Edison chiroqni yondirib va qo'lidagi tamakini harakatlantirib Dotiga. "Bir qizil chekit tez aylansa, kishilarning ko'ziga yo'g'on bir qizil chambarakda ko'rinadi. Aylanma surat bilan kinoning qoidasi mana mushu yerda. Bir nech parcha foto surat nihoyat tez aylantirilsa, bir-biriga ulinib, xuddi tirikdek ko'rinadi." Doti yana bir masalani o'ylab, "Rasm bo'lsa, so'zlayalaydigan-ku amsa", deb so'rdi. Edison qaqaqlab kulib ketib, "Ko'rmabsan-da, u yandiki patifonning yordami." Doti dadisiga qaradi. Uning egiz sho'lisi yo'q-yo'riq chiroq yo'riqida xuddi nihoyat bastlik gigant odamdek ko'rindi.
Doti ixtiyorsiz holda dadisining bir qo'lini tutib, issiq lavlar bilan so'yib qo'yib, hayajonlik bilan: "Dada, siz hamma ishni qila oladi ekansiz." Edison astag'ini qizining yenida o'ltirib, uning gavdasini quchoqlab, kulib turib: "Boshqalar kashf qilgan tez suratli fotoapparat va sayluga film bo'lmagan bo'lsa, buni elish zodi mumkin bo'lmagan bo'ladi", dedi. Undaqda tajriba muvaffaqiyatli bo'pti-da. Mina so'z qistirib va kulimsirab eriga qaradi. Uningdagi harg'inlik, beshining qayishini xushallik to'lqini pak-pakiz yo'yib edi. Edison yana bir tal sigaretini chiqarib tutashtirib: "Yo'q, nuri gunga. Ko'rinishlar tutuq, yana xilijiq o'zgartganda ondan bo'ladi", dedi. Ondan beshini ko'tarib, yo'p-yo'riq chiroqqa qarab o'z-o'ziga: "Qandaqli bo'lmasin, bu bangvash lampochka qaraganda kino har holda ko'p o'ngishli bo'ldi." Shundoq, uning kinoni tadqiq qilishi yangi tajribaxona bitgandan keyingi ish bo'lib, texi 2 yilga yetmagan bo'lsa-mu, uning ideyasi texichi 1887-yildagi baxti edi. Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, Edison'un hayati faoliyati tonuşturulgan programımız vaqt münasibet bilan bugun bu yerda axırlaşdı. Davamını Atiksan programımızdan anlığaysızlar. Programımızda vaqtida anlayalmagan dostlar bolsa, stansiyamızning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.uycnr.com toriga kirib, qayta anlasanglar bo'ladi. Programımız har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda. Tekrar anlatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruh, Zulhayat Anvar. Muharrir İlham Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.